Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. E'tibor bering, nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun, ularning oilalari uchun Yangi yil arafasida muhim ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari ko'rib chiqilmoqda. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, nogironligi bo'lgan oilalarga Yangi yil munosabati bilan maxsus mukofot yoki moddiy yordam berilishi rejalashtirilmoqda. Bu yordam nogironligi bo'lgan shaxslar yashaydigan oilalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar va doimiy yordamga ehtiyoji bor fuqarolarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lishi kutilmoqda. Ushbu videoda siz Yangi yil mukofoti kimlarga berilishi, qancha miqdorda bo'lishi mumkinligi va qachondan berilishi rejalashtirilayotgani haqida batafsil ma'lumot olasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki eng muhim tafsilotlar aynan oxirida. Agar bu mavzu siz uchun muhim bo'lsa, like bosing va ijtimoiy yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalga obuna bo'ling. Diqqat qiling, mehnat faoliyatini davom ettirayotgan nogironligi bo'lgan shaxslar qanday qilib pensiya miqdorlarini oshirishlari mumkin? Buning iloji bormi? Albatta bor. Qonunchiligimizda ishlayotgan birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarning pensiya miqdorlari har 2 yilda qayta hisoblab berilishi belgilab qo'yilgan. Buning uchun birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar ularga pensiya tayinlanganidan keyingi mehnat faoliyatlarini davom ettirib, 1 yil ish stajiga ega bo'lishlari lozim. Shundan so'ng mazkur toifa shaxslarning ish stajlari va ish haqlari to'g'risidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasi tomonidan tegishli tashkilotlarning axborot tizimidan olinib, avtomatik ravishda pensiya miqdorlari qayta hisoblanadi. Pensiya miqdori oshgan taqdirda pensionerning telefon raqamiga bu haqida SMS xabarnoma yuboriladi. Telefon raqami nomida bo'lmagan pensionerlarga bu haqida pochta tizimi orqali xabar yetkaziladi. Qonunchilikka muvofiq fuqaroga birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi pensiyasi tayinlangandan keyin kamida 1 yil ish stajiga ega bo'lsa, pensiyasi har 2 yilda bir marotaba qayta hisoblab beriladi. Huquq paydo bo'lgan shaxs qanday hujjatlarni taqdim qilishi kerak? Joriy yilning 1-iyul kunidan boshlab fuqaroga nogironligi pensiyasi tayinlangandan so'ng kamida 1 yil ish stajiga ega bo'lganda pensiya miqdorini har 2 yilda proaktiv shaklda qayta hisoblash amaliyoti joriy etilgan. Ya'ni bugungi kunda nogironligi bo'lgan shaxslar pensiyalarini qayta hisoblatish uchun pensiya jamg'armasiga kelishlari talab etilmaydi. Pensiya qayta hisoblanganligi to'g'risida fuqaroning o'zini nomiga rasmiylashtirilgan telefon raqamiga SMS yuboriladi. Telefon raqami mavjud bo'lmagan fuqarolarga esa pochta orqali mazkur xabar yetkaziladi. Shaxsning mehnat staji va ish haqqi to'g'risidagi ma'lumotlar tegishli tashkilotlarning axborot tizimlaridan olinib, pensionerdan hech qanday ma'lumot talab qilinmaydi, deyiladi xabarda.